Ozon kislorod aralashmasidan 35-testga e'tibor beramiz. 67,2 litr ozon kislorod aralashmasida kislorodning massa ulushi 48% ga teng bo'lsa, bu aralashmadan necha litr kislorod olish mumkin debdi. 35 ozon va kislorod. Shuni 1 mol desakda bu 32 gram bo'lsa, mana shu 32 gram kislorod necha foiz? 48% ga teng. 48%. Endi 100% dan 48% aytsak 52% ozon bo'ladimi? 13. 52% ni topinglar. 34,6. Bir ko'pchilik hisoblab ko'paytirib bo'linglar. Shunda ishonchli bo'ladi mana bu. 34,6 chiqdi haqiqatan ham gram ozon. Endi aralashma hajmi kerak bizga. 32 gram kislorod 22,4 litr. Keyin mana ozon 48 gram ozon 22,4 litr. 34,6 grami qancha? Ko'paytirib bo'linglar. Aytdim-ku, hisoblanglar. Sizda xato chiqqanmi? Xato chiqqan ma'lumot bilan kelsak ham xato. Demak 34,67 desa bo'ladimi? 67. Bunisini ham 34,67. Keyin necha? 16,18 litr ozon. Aralashma kerak. Bu kislorod edi. 22,4 ga qo'shamiz 16,18 ni. 38,58 litr. Endi qarang. Savolda nimani so'ragan? Bu aralashmadan necha litr kislorod olish mumkin? 38,58 litr aralashmadan qancha kislorod olish mumkin deyapti. Hozir aralashmaning hajmini topdik. Endi bizda bor kislorod 22,4 litr. Mana bu ozonni ham kislorodga aylantirishimiz kerak. Ozonni kislorodga aylantiramiz. Bunga 3, bunga 2. 2, 3. Ozon necha litr bor? 16,18. 16,18 litr. Mana kislorod topinglar. Hajm kislorod necha? 24-27. O'zi aralashma tarkibida 22,4 bor edi. Ozondan chiqqani 24,27. Endi ikkalasini qo'shinglar. 46,67 litr. Endi qarang. 38,58 litr aralashmadan 46,67 litr kislorod olinyapti. Bizda aralashma 67,2 litrmi? Shunaqami? 67,2 litr aralashmadan qancha kislorod olinadi? 81,3 litr kislorod olsa bo'lar ekan. 81,3 litr kislorod olish mumkin. Qaysi javob? S javob to'g'ri. 35 ta yechimi yozib olinglar. Test yozib olinglar. Endi 37 ga e'tibor beramiz. 37 ni ham so'rashgan ekan. Ozonning massa ulushi 9,6% ga teng bo'lgan 56 litr ozon kislorod aralashmasidan necha litr kislorod olish mumkin debdi. Demak, ozonning massa ulushi 9,6% ekan. Ozon, kislorod 1 mol desak 48 gram. Bunisini bilmaymiz qancha mol ekanligini. Mana buni ham bilmasdik qancha mol ekanligini. Xo'sh, endi ana shu ozonni necha foiz dedi? Keyin jami 100% dan ayiramiz 9,6%. Qolgan 90,4% kislorod bo'ladi. Demak, mana shu ozon 9,6% ozon, ya'ni 48 gram. 90,4% qancha? 452 gram kislorod, shundaymi? Demak, bizda hozir 48 gram ozon bor, 452 gram kislorod bor. Ikkalasini ham litrga aylantirishimiz kerak. 48 gram ozon 22,4 litr. Bo'ldi bu. 32 gram kislorod 22,4 litr. Bizda kislorod 452 gram. 452 gram kislorod necha litr? 316,4 litr kislorod ozon. Mana ikkalasini qo'shamiz. 22,4 316,4.
338,8 litr aralashma. Xo'sh, bundan o'zi qancha ozon olish mumkin? Qancha kislorod olish mumkin degani? Bizda ozon 48 gram. Mana ozon kislorodga aylansa 3 2 ozonni litr 22,4 mi? 2 3 22,4 litr ozon bor. Qancha kislorod? 33,6 litr kislorod olish mumkin. Hajm kislorod. Aralashmani o'zida 316,4 bor. Reaksiyadan 33,6 chiqadi. 350 litr kislorod. Aralashmani hajmi mana shu. Undan olingan kislorod mana. 338,8 litr aralashmadan 350 litr kislorod olish mumkin. Bizda aralashmani qancha degan? 56 litr aralashmadan qancha kislorod? Necha? 57,9 litr kislorod olish mumkin. S javob to'g'ri ekan. Xo'sh, 37 ga S bo'ldi yozinglar. 42-testga e'tibor beramiz. Mol nisbati 0,8 ga 1,2 bo'lgan 44,8 litr ozon kislorod aralashmasidan necha litr kislorod hosil bo'ladi deb savol beribdi. Xo'sh. Ozon kislorod. Mol nisbati 0,8 ga 1,2 mi? Kislorod mana. Xo'sh, endi 0,8 plus 1,2 teng 2 mol aralashma. 2 mol aralashma degani 2 ko'paytirib 22,4 44,8 litr aralashma. Masala shartida ham 44,8 litr bor, bizda ham 44,8 litr. Endi shu kislorod qancha? Keling, hajm kislorod topaylik. 1,2 mol ko'paytiramiz 22,4 ga. Ko'paytirib bo'linglar. 26,88 litr kislorod hozircha bizda bor. Endi mana ozonni kislorodga aylantiramiz. 3 2 2 3. Ozon. Keling, mana buni birdan litrga aylantirib olaylik. 67,2 litr. Mana bu 0,8 mol a? Mol tagidan mol yozdik, litr tagidan litr tushadi. Ko'paytirib bo'lgan necha litr kislorod hosil bo'lib chiqadi? Yanami 26,88 litr kislorod demak mana. Hajm kislorod. O'zi aralashma tarkibida 26,88 bor edi. Reaksiya natijasida ham 26,88 hosil bo'ldi. 53,76 litr. Qarang, mana. Bizda aralashma kislorod. 44,8 litr aralashmadan 53,76 litr kislorod olinadi. Bizda ham yana 44,8 litr aralashma bergan, yana 53,76 litr kislorod bo'ladi. Qaysi javob? B javob to'g'ri. 42 edi bu. Yozmanglar. 48 ga e'tibor beramiz. Atom nisbati 9 ga 6 bo'lgan 33,6 litr ozon kislorod aralashmasidan necha litr kislorod hosil bo'ladi debdi. Ozon kislorod aralashmasi. Ozon va kislorod aralashmasi. Atom nisbati 9 ga 6. Buni atomini 9 ta qilish kerak. 3 qo'yamiz. 6 ta qilish kerak. 2 3. Shundaymi? Atomlar soni 9 taga 6 ta bo'ldimi? 9 taga 6 ta. 3 molga 3 mol ekanda. 3 molga 3 mol ekan. Endi bu nisbatni qisqartirib 1 molga 1 mol desangiz ham bo'ladi-da. 1 molga 1 mol desa bo'ladi. Masalan, 3 ga 3, 3 ga bo'lib yuborsak 1 ga 1. Ya'ni ozon 1 mol, kislorod ham 1 mol. Mana shunaqa qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Agar qisqarmasa shu ikkita sonni o'zi bilan ishlab ketasiz. Ozon kislorod aralashmasidan necha kislorod olish mumkin? Bu hozir 1 mol jami 2 mola teng. 2 ni ko'paytiramiz 22,4 ga. 44,8 litr aralashma. Aralashmani hajmi. Endi bunda qancha kislorod bor? Kislorod 22,4 litr. Mana ozonni kislorodga aylantirish kerak. 3 2 2 67,2 litr. Ozon bizda necha mol bor? 1 molmi? 1 moldan qancha chiqadi?
33,6 litr. Hajm kislorod. O'zi aralashma tarkibida 22,4 bor edi. Reaksiyadan 33,6 hosil bo'ldi. 56 litr kislorod. Aralashma va kislorod. 44,8 litr aralashmadan 56 litr kislorod chiqadi. Bizda aralashma necha gram, necha litr bergan? 33,6 litr aralashmadan qancha kislorod chiqadi? 42 litr kislorod. Sami? S jo'q to'g'ri ekan. 48 ga S bo'ldi yozinglar. 51-testga e'tibor beramiz. U ham shu 48 ga o'xshar ekan. 51. Atom nisbati 3 ga 2 bo'lgan 89,6 litr ozon kislorod aralashmasi necha litr kislorod hosil bo'ladi deb savol beribdi. Mana ozon, mana kislorod. Atomini 3 ta qilish kerak. O'zi 3 ta bo'lib turibdi, demak 1 mol. Buni atomini 2 ta qilish kerak. O'zi 2 ta bo'lib turibdi. Bu ham 1 mol ekan demak. 22,4 litr. Bunisi ham 22,4 litr. Jami 44,8 litr. Aralashma. Endi shu mana kislorod bizda bor hozircha. Endi mana buni kislorodga aylantirish kerak, ozonni. Ozonni kislorodga aylantiramiz. Bunga 3, bunga 2. 2 mol, yo'q, amal 2 ga 3. 22,4 ga 22,4 ga qancha? 33,6 litr. Hajm kislorod. Aralashma tarkibida 22,4 bor edi. Reaksiyada 33,6 hosil bo'ldi. Jami 56 litr. Aralashma esa 44,8 litr. 44,8 litr aralashmadan 56 litr kislorod olinyapti. 89,6 litr aralashmadan qancha kislorod olinadi? 112 litr kislorod olinadi. D javob to'g'ri ekan. 51 ga D bo'ldi. Bo'ldimi? U ishida boshqa muammolar yo'qmi? Yaxshi, davomini ko'ramiz unda.